Assalomu alaykum do'stlar. Siz bilan har doimgidek Sardorbek va siz Sardorbek o'z kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun ajoyib videorolik bo'ladi. Hamma uchun foydali videorolik bo'ladi. Xo'p do'stlar, bugun Buxoro viloyatidan sotiladigan traktor texnikalarini narx-navolarini siz bilan birgalikda tanishtirib ko'rib chiqamiz. Albatta, traktorning narxlarini o'sha Buxoro viloyatidan chiqaring deb so'ragan obunachilarimiz kommentariyalar, izohlarda juda ham ko'p bo'ldi. Bugun mana shularni inobatga olgan holda Buxoro viloyatidan sotiladigan traktorlarni ko'rsatib o'tamiz. Hamma MTZ ham bor, o'sha T28, T40, xullas barchasini narx-navolarini ko'rib chiqamiz. Videoni bir daqiqasini ham o'tkazmasdan ko'ring, ajoyib videorolik bo'ladi. Bitta like va bitta chiroyli kommentariya bilan bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni ham unutmang. Do'stlar, ko'p gapirib vaqtingizni olish niyatim yo'q. Bitta like ni bosamiz do'stlar. Videoni ko'rishni boshlaymiz. Qani, ketdik. Do'stlar, bitta like ni bosib, bitta chiroyli kommentariyani izohlarda qoldirgan har bir kanalimiz a'zosiga alohida rahmatni aytib, birinchi sotiladigan Yumuz traktor bilan tanishtirib o'tsam. Yil 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu traktorni hozirda Buxoro shahrida xo'p, barter ham bor deyilibdi. Albatta, srochni faqatgina o'sha ko'plar barterga o'sha traktor qidirayotganlar uchun barterga ham sotiladi. Albatta, qolgan ma'lumotlar telefon raqamlari orqali kelishiladi, qo'ng'iroq qilib kelishib olasiz. Naqd pulga esa narxi 177 million so'm deb aytilmoqda. Ushbu siz ekranda ko'rib turgan traktor. Marhamat do'stlar, sosteniyasi a'lo darajada ekan. Qiziqadiganlar bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlariga aloqaga chiqing. O'sha barter balki variantga bo'lar. Xullas, kelishib, savdolashib sotib oling. Marhamat. Davom etamiz do'stlar. Navbatdagi sotiladigan yana bitta Yumuz traktor. Yili 1989-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Bu hozirda Buxoro shahrida srochni sotiladi. Pul zarurligi uchun sotilmoqda albatta do'stlar. Sosteniyasini ko'rib turibsiz. Bolalarning ham holati yangidek ekan. Xullas, sosteniyasi a'lo darajada. Ortiqcha pul, rasxod, xarajati yo'q deyilibdi. Olasiz, haydaysiz. Ushbu traktorning narxi egalari tomonidan 62 million so'm deb aytilmoqda. Albatta do'stlar, yana narxdan kam bor o'tib beriladi. Faqatgina realni oladigan xaridor kerak. Marhamat do'stlar, qiziqadiganlar bo'lsa, orangizda ekrandagi telefon raqamlariga aloqaga chiqing, savdolashing, sotib oling. Marhamat. T28 so'raganlar uchun komplekt, o'sha tilichkalari, chizel, qo'shimcha jihozlar bilan birgalikda komplekt T28 traktor. Yili 2000-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu traktorning hozirda Buxoro viloyati Romitan tumanida traktor. Hamma narsasi birgalikda sotiladi. Hozir nima jihozlari borishini ko'rib olishingiz mumkin. O'sha tilichkasi bor, tirkamasi. Xullas, komplektda narxi 31 million so'm deb aytilmoqda. Srochni pul zarurligi uchun sotilmoqda. Realni oladiganlar qo'ng'iroq qilinishi iltimos qilinibdi. Marhamat do'stlar, qiziqadiganlar bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlariga aloqaga chiqing. Kelishing, savdolashing, sotib oling. Marhamat. Do'stlar, davom etamiz. Yana bitta sotiladigan T28 traktori ishlab chiqarilgan yili 1999-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Bu traktor ham Romitan tumanida. Xo'p, pritsep, chizel, xullas, bu ham komplekt sotiladi. Sosteniyasini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Traktorning holati a'lo darajada. Xo'p, narxi 31 million so'm deb aytilmoqda o'sha komplektda. Buni ham boyagi bilan bir xil ekan narxi. Marhamat, ekrandagi telefon raqamlariga aloqaga chiqing, barcha qo'shimcha ma'lumotlarni biling, savdolashing, sotib oling. Marhamat do'stlar. MTZ80 so'raganlar uchun ajoyib MTZ80 bitta like ni ayamang do'stlar. Sotiladigan MTZ80 ishlab chiqarilgan yili 1990-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu traktor hozirda Buxoro shahrida srochni sotiladi. Sosteniyasi a'lo darajada. Ikkita orqa bolani ko'rib turibsiz, yangi turibdi. Xullas, traktorning holatiga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ortiqcha pul, rasxod yo'q, olasiz, haydaysiz. Ushbu traktorning narxi egalari tomonidan 62 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, realni oladigan klient bo'lsa, yana kam bor narxidan kelishtirib beriladi. Marhamat do'stlar, qiziqadiganlar bo'lsa, realni olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlariga aloqaga chiqing, savdolashib, sotib oling. Marhamat do'stlar. Do'stlar, davom etamiz. Yana bitta sotiladigan MTZ80 ishlab chiqarilgan yili 1989-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu traktor hozirda G'ijduvon tumanida. Xo'p, komplekt varianti sotiladi. Pritsep, korobka holati zo'r. Agarda
qayerdir ishlamay отказ qilsa o'sha kelib ko'rasiz, sразу $100 minus qilamiz deb yozilgan o'sha izohida. Albatta, demak, sostenasi a'lo darajada, o'sha hamma joy ishlaydi. Faqatgina olib haydaysiz do'stlar, pul xarajat qilmaysiz olgandan keyin. O'zingiz ko'rib turibsiz texnikaga. Narxi egalari tomonidan 1,4 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, yana kelishsa bo'ladi. Faqat realni oladiganlar qo'ng'iroq qilinishi iltimos qilinibdi. Marhamat do'stlar, qiziqadiganlar bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlariga aloqaga chiqing, savdolashing, sotib oling. Marhamat. Davom etamiz do'stlar. Navbatdagi sotiladigan ajoyib traktor, universal traktor deb yozilgan ekan. Yili 1999-yilda ishlab chiqarilgan. Hozirda G'ijduvon tumanida universal 445 zambarcha. Menimcha nomi shunday, o'zim ham to'g'ri tushunmadim do'stlar. Chezel telichkasi bor, yurib turibdi, naxaddu deyilibdi. Faqatgina olasiz, haydaysiz. Narxi egalar tomonidan o'sha komplekt hamma narsasi bilan birgalikda 80 million so'm deb aytilmoqda. Albatta do'stlar, ekrandagi nomerlarni qoldiraman. Qo'shimcha tushunmagan joylarda hammasini so'rab bilishlari mumkin. 80 million so'm narxi. Qiziqadiganlar uchun ekranda nomerlar bo'ladi. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, savdolashing, sotib oling. Davom etamiz do'stlar. Navbatdagi sotiladigan T25 traktori deyilibdi. Yili 1978-yilda ishlab chiqarilgan. Hozirda Buxoro shahrida srochno pul zarurligi uchun sotilmoqda. Variant Vekipga umuman iloji yo'q, faqatgina naqd pulga sotiladi. Pul juda ham zarur deb aytilibdi. Do'stlar, sostenasini ko'rib turibsiz, yurib turibdi traktor. Eng muhimi, bolalarning ham holati yaxshi ekan, o'zi sostenasi yaxshi holatda. Narxi egalari tomonidan 17 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, yana kam bor, kelishtirib beriladi. Marhamat, realni oladigan klientlar bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlariga aloqaga chiqing, savdolashing, sotib oling. Marhamat. Davom etamiz do'stlar. Bitta like bilan bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Bitta kommentariyada shunday tushib nimadirlar deb yozib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lamiz. Navbatdagi sotiladigan MTZ ishqibozlar uchun MTZ Saxon traktori yili 1995-yilda ishlab chiqarilgan. Hozirda Jondor tumanida zadnomoz korobka umuman ochilmagan deyilibdi. Gapga javob deyilibdi. Egalar tomonidan xuddi shunday yozilgan. Demak, zadnomoz korobkasi ochilmagan traktor qidirganlar uchun o'sha sostenasi a'lo darajada. O'zingiz bolalarning ham holati o'rta hol, sostenasi lekin a'lo darajada ko'rib turibsiz. Narxi ushbu traktorni egalari tomonidan 52 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, yana kelishtirsa bo'ladi. Faqatgina do'stlar, realni oladigan, mana pul sanayman shunga degan xaridor kerak. Marhamat do'stlar, qiziqadiganlar uchun ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz. Qo'ng'iroq qiling, savdolashing, sotib oling. Marhamat. Davom etamiz do'stlar. Navbatdagi sotiladigan ajoyib traktor, o'zingiz ko'rib turibsiz, holati a'lo darajada. Yili 2004-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Bolalarning ham holati yangidek. Xullas, ajoyib texnika, sostenasi eng muhimi yurib turibdi, olasiz, haydaysiz deyilgan. Buxoro shahrida hozirda. Xo'p, narxi egalar tomonidan 27 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, yana kam bor, kelishtirib beriladi. Faqatgina realni oladigan xaridor kerak do'stlar. Marhamat, orangizda qiziqadiganlar bo'lsa, ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz. Qo'ng'iroq qiling, savdolashing, sotib oling. Marhamat.